Doktor, mani tanamda oq dog'lar bor, bormagan joyim qolmadi, lekin har safar davolangandan keyin yana ham ko'payib ketadi. Nima qilsam bo'ladi? Sizda kuzatilayotgan oq dog'larni keskin tanangizda ortib ketayotganligini asosiy sababi bu davolash muolajalaringizni noto'g'ri tanaga ta'sir qilishi. Ya'ni organizmda har bir tizim funksiyalari to'g'ri yondashuv qilinmasa, oq dog'lar progressiv ravishda oshib ketadi. Ya'ni bitta ikkita dog'lar 10 ta, 10-15 ta dog'lar butun tana bo'ylab yoyilib ketishi mumkin. Siz borgan klinikalarda oq dog'larni davolashda bir xil davo muolajalari qo'llaniladi. Sizga ham, boshqa bir kimga ham shuni natijasida sizga natija berishi mumkin va boshqa odamga bu narsa aksiga, ya'ni oq dog'larni keskin ko'paytirib yuborishi mumkin tanasida. Buni to'g'ri davo qilishda har bir organ va sistemalar to'liq o'rganib chiqilishi kerak. Oq dog'lar aynan qayerdan kelib chiqyapti? Sababi nima? Bularni to'liq bilgandan so'ng davolash har bir tizim bajarilishi kerak. Ya'ni asab, endokrin, ichki organlar, immun tizimi, ayniqsa jigarga alohida e'tibor qaratish lozim. Chunki jigar funksiyasi qanchalik to'g'ri ish funksiyalarini bajarsa, oq dog'larning hosil bo'lish jarayoni shunchalik darajada past bo'ladi. Agar har xil dori vositalarini tinimsiz qo'llashingiz natijasida jigar yetarli qiynaladi, ya'ni oddiy tushuntirsak, buning natijasida organizmda o'lish jarayoni, ya'ni melanotitlarning nobud bo'lish jarayoni yana ham kuchayib ketadi va sizni tanangizda bir nechta joylaringizdan yangi oq dog'lar hosil bo'lgan. Qisqa qilib aytganimizda, sizni qilgan muolajalaringiz jigaringizni va boshqa organ sistemalariga noto'g'ri, qarama-qarshi ta'sir ko'rsatgan. Natijada melanotit hujayralari nobud bo'lishini kuchaytirib, kasallikni yana ham avjlashtirilgan. Agar sizni ham vitiligo kasalligi qiynayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki direktda o'z nomeringizni qoldiring.